Assalomu alaykum hammaga. Ertalab video qo'ygandik, kozirok haqida. Mana bu koziroklarni reklama qilib qo'ygandik. Qorasini, oqini. Ikkita klientimizga dasturga qilib beryapmiz hozir. Bu viloyatga chiqib ketyapti. Bu video registratordan bir kishiga ketyapti. Ikkita mashina qo'yib bergan. Tez fleshkasi bilan berdik, MRS video registrator berdik. Keyin monitor bor ekan, tez monitor. Shunga mikrofon ham berib, qo'shimcha ovozi gaplash, telefonda gaplashgan payt zo'r borishlik uchun. Narxlarga kelsak, MRS video registratorimiz 1 million so'm chiqadi. Kozirogimiz 380 ming so'm, ikkita komplekt. Mana bunimiz 520 ming so'm atrofida chiqadi. Fleshkasi alohida 60 ming so'm chiqadi. Mikrofonimiz yaxshisi 180 ming so'm, tezli o'ziniki. Shunaqa muammo qilmay ishlaydi. Mana video registratorimiz 3 ta kameralik, juda ham tiniq beradi. Yaxshi video registrator xohlaganlar uchun mana shuni tavsiya qilamiz. 3 ta kamera juda ham tiniq. Telefon orqali boshqarsalar ham bo'ladi, GPSlari bor. Skorostni ham olaveradi bemalol. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa dastlabki xizmatlarimiz kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol telefon qilsalaringiz, spitsga hozirlasalaringiz, chiroyli qilib viloyatlaringizga taksi orqali chiqaraveramiz. Pastda nomer qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilaveringlar.